Koreyscha karomdan achchiqina kimchi tayyorlash vaqti keldi. Bozordan kattagina karomni tanlab, yaxshilab yuvib, maydaroq qilib to'g'raymiz. Shunda tuzlamamiz tezroq tayyor bo'ladi. To'g'ralgan karomni kattaroq idishga ezib solamiz, ustidan tuzli suvini quyamiz. Opisaniyada tuzli suvni proporsiyasini yozib qoldiraman. Tuzlama ustidan og'irroq narsani qo'yib 6 soatga olib qo'yamiz. Bu vaqt ichida uylarimni generalniy uborka qilib oldim. Shu joyida life hack. Chang, pollattalar rangi bo'g'ilib, hidlanib qolgan bo'lsa, unda tezgina babi bilan bitta yuvib ko'ring. Babi super очиститель bilan bo'g'ilgan ranglari ketadi. Ikkinchidan badbo'y hidlari yo'qoladi. Uchinchidan mikroblar o'ladi. Ortiqcha ta'rifga menimcha hojat yo'q. Suvni ahvolidan ham natijani ko'rishingiz mumkin. Oradan 6 soat o'tdi, karom yumshab tayyor bo'lib qoldi. Endi achchig'i uchun qizil bolgarskiy, chesnok hamda zelin blender qilib olamiz. Karomni suvini to'kib, muzdek suvda chayib oldim va boyagi tayyorlab olgan achchig'imni hamma joyiga bir xil qilib surib oldim. Tuzlamaga suvliroq bo'lishi uchun yana yarim litr muzdekkina suv qo'shdim. Shu bilan achchiqina kimchi tayyor. 6 kilolik karomdan menda 2 litr chiqdi.